stulni ham chiqazib olamiz bu yoqqa. Ana bo'ldi. Hamma salom do'stlar, men atim Kampod. Yangi jangga yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, bu yerda men o'yimdan eski narsalarimni olib chiqardim. Mana qaranglar, stul. Lekin o'ylamaylar, bu narsalarni men axlatga tashlab yuborgim kelmayapti. Ana kichkina mahalladagi uylarga berib yuboraman qishloqlarga. Chunki ular qanaqadir kambag'al, muhtoj ko'rinadi. O'shaning uchun muhtoj deb qishloqlar agar ularga narsa olib kelsam, ular har doim xursand bo'ladi. Shu narsalarni olib chiqib berman, har doim xursand bo'ladi. Axlatga yuborganim uchun ularga olib chiqib berganim uchun xursand bo'ladi. Ularga men pul berib turaman, kerak bo'lganda ularga ovqat berib turaman. Chunki rostdan ular muhtoj deb o'shaning uchun bularga berib yuboraman. Xullas do'stlar, shunaqa eski narsalar уже kerak emas. Menga uyimda ham bo'lmayapti, rangim o'chib ketgan. Salom qishloqqa. Salom Kampod, nima qilyapsan bu yerda? Mana uyimda eski narsalarni olib chiqib yotgandim. Nima tashimoqchimisan? Yo'q, tashvorib nima qilaman? Kichkina mahalladagi uylarga ehsonga berib yuboraman. Kampod, nima deyapsan? Ehsonga berib yuboraman. Nima deysan? Anetta muhtojlar bor-ku, kambag'allar bor-ku, shularga berib yuboraman. Nima kambag'al deysanmi? Kim aytsa kambag'al deb bo'ladi? Voy, men ularga har doim yordam beraman, kerak emas narsalarni beraman, xalat tashamasdan, kerak bo'lsa ovqat, pul beraman. Kampod, ular sendan men baravar boyroq bo'lsan, nima qilasan ularga yordam berib? Ular qara dajbida pul yo'q, tushunsanmi? Pul yerdan qilingan oddiy. Kampod, nimaga unaqa qilgan bilasan? Nimaga pul yerdan qilingan bilasanmi? Chunki pulni tagida juda ham qimmatbaho tilla almasli yotibdi, tushunsanmi? Nima pulni tagida almasli yotibdi, tilla qimmatbaho narsalar? Kampod, borib ko'rgansan, bilmaskansan ham. Yo'q, bilmayman. Nima aldayapsan? Sen masxara qilyapsanmi meni? Kampod, nima qilaman, seni masxara qilaman. Bo'pti, vaqtim yo'q meni Kampod. Nima rostdan masxara qilyapsan meni? Bo'pti, qishloqqa ko'rib ko'raychi. Voy do'stlar, nima deyapti? Men qishloqqa qanaqadir nima qimmatbaho narsalar bor deydi. Politida xos tekshirib ko'ramiz endi. Men qaranglar, ana uyda даже eshik yo'q. Qanaqa bo'lishi mumkin? Qanaqa politega qimmatbaho narsalar bo'lishi mumkin? Qaranglar, eng kichkina uyda yashasam, men bunga har doim yordam bersam, axir. Men qaranglar, oddiy yerdan qilingan. Menni qilsa ishni yo'qki bor. Nima? Tushunmadim, rostdan pul rosti kelsin mumkin do'stlar, rostdan pul tegida pul. To'xtanglar, men bitta ham borm, to'xtanglar, hozir men kelaman. Hozir bitta narsa kreativ chiqib kelishim kerak, pastga tushib ko'rib ko'ramiz. Nima bo'lishi mumkin Moskva axir? Eng kichkina uyda yashasa, ular qanaqa bo'lishi mumkin? Mayli, hozir to'xtanglar, kreativ chiqib olibdi narsa, keyin borib ko'ramiz yaxshilab. Mana bunaqa yilga kreativ qildim men Kirkadan. Hozir endi pastga tushib ko'ramiz, nima axir bo'lishi mumkin Moskva. Mayli, balkim bordi, rostdan ham balkim ko'rdiyak-ku axir demay bordi va bu yoqqa qilib ko'ramiz, davay olib tashlaymiz, pastga tushib ko'ramiz. Sekin oppa pastga tushib oldim. Momuni qaranglar, rosta kelsam shuncha pul. Oho, momuni qaranglar, voy, bunamchi ko'p pul bo'tdi. Qanchalik ko'p ekan, qani pastga tushib ko'raychi, qanchalik bo'tdi pul ko'p ekan. Voy, 20 tortda pul, voy, namuncha chuqur kimni puli bu? Juda ham ko'p-ku, hech kim yashamaydigan uyga o'xshaydi, hech kim yashamaydigan uyga shuncha pul bo'lsa endi. Oho, даже mana buncha pul yo'qsa, millioner emas, milliarder ekan bu qishloq. Voy, bizda даже buncha pul yo'q. Bilamasiz, hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing. Va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. To'xtanglar, bo'lmasam nimaga shuncha pul yashirsadan bitta sandiqlar bor. Voy, bu yerda ham pullar bor ekan, haqiqiy pullar. Nimaga yashirishadi bu yerda? Qanaqadir kristal bor ekan bu yerda. Birinchi marta unaqa ko'rishim, qanaqadir kristal bor ekan. Bunaqa taqimchoq bor ekan, juda ham zo'r. Qani ikki ko'rdik qanaqa ekan? Men buni qaranglar, endi men ham bo'lman, mayli, o'zimga olib ketaman. Sen qo'yib qo'ya qolay, biron narsasi axir. Bitta ham pul olib ketmayman, shuncha pul bo'lsa ham bironki. Nima tillala, voy, momuni qaranglar, tillala, haqiqiy tilla.
Voy mama tillali slitka voy mama tangela tillali nomuncha bunaqa bo'lishi mumkin. Voh mana ya tangela hozirligi tangelani ko'rsaman tillali. Oho mama tangani qaranglar tillali kimniki bu pul? Mama sandiqda ham pullar bor. Qanaqa bo'lishi mumkin? Qanchaqa boy bo'lishi mumkin? Mama sandiqlarda pul bor. Hamma yoqda pul bo'lib yotibdi. Nima qolsa o'tdi. Kim bu kapot? Voy uzr hozir chiqib hammasini to'g'rilab qo'yaman. Qishloqqa hozir hammasini to'g'rilab qo'yaman. Uzr sani pullaringni qaraganim uchun. To'xta, qanaqa qilib sanda bu pulcha bo'lishi mumkin? Kapot, nega meni pullarimga qarab olsan? Kim edi senga o'zi? Nima farqi bor kim etgani? Pul botda borligini qanaqa ko'p pul bo'lishi mumkin sanda? Nimaga hech kimga yetmagansan boyligini? Kapot, xullas, pul tinchlikni yaxshi ko'radi-yu, jimjitlikni yaxshi ko'radi pul shanchu kapot. Yaxshi qishloq hammasini to'g'rilab qo'ydim. Mana bir tiyindan pul olib ketingman sani uyingdan. Mana qo'yib qo'ydim. Hammasini senga olman. Chunki puling malakani bopda. Uzr yana biri bor. Mana men ketdim. Mana qaranglar do'stlar. Ana bo'ldi. Ko'rdinglarmi qancha bunda pul borligini? Hozir endi kimaganda qo'rqib ketaman. Men urusharim deb hozir millioner emas, rostdan milliarder ekan bu demam. Ishi yo'qdi ham bo'ladim xos bo'lib. Mamitda ham balkim bordir pul oddiygina uyga o'xshaydi kichkinagina uy hozir ko'rib ko'ramiz dedim hamma uyda bo'lsa kerak rostdan ham bu yoqqa meni hazillashib ko'rim kelib yotdi voy mamoni qaranglar bu yerda olmos bo'lib yotibdi hamma narsa voy mamoni qaranglar hamma narsa olmosdan bo'lib yotibdi olmosni sandiq даже imomnaqa olmosni narsalar hammasi olmosni kirqa voy qani endi buni chuqurligini ko'rib ko'ramiz qancha chuqur ekan bu hozir ko'rib ko'ramiz de 37 ta blok chuqur voh mamon qaranglar hammasi olmosdan bu kimniki ekan hozir bu olmoslar mayli qani buni egasini ham ko'ramiz davay demay bu yerdan chiqib olamiz olmosni bloklar cho'sam olmosni emas просто olmosni bloklar voy mana bitta har xil olmoslar bor ekan VVC almas qanaqadir momniqi zachirovание almazli bunaqa nima bu qanaqa almaslar qaranglar qotyaptimi bu almaslar hozir ko'ramiz buni to'xtanglar qanaqa almas mumkin qotyaptimi grifer nima chichir almasmi kapot bu bana almaslarni aytyapsan qishloq uzr qanaqa almaslar bu qanaqa shunda bunaqa almas kapot qattamda topoldi bana almas qattam puldi bana almas borligini nima farqi bor kim aytgani xullas qanaqa sanamliqa ko'p olmas bo'lishi mumkin. Nega hech kimga yetmagansan qishloqqa? Kapot xullas men yeyotdim bu olmaslarni. Nega mana olmaslar deysan o'zi? Uzr qishloqqa просто ko'rinib kelib qoldi, qiziqib qoldim. Shuncha olmas bo'lishi endi. Kapot hamma yeyotgan olmaslarni men shotga qo'yaman. Nimaga o'zing katta uy olmaysan, kichkinagina uyda yashaysan? Kapot men qasr olmoqchiman, yana 3 barobar ko'proq yashab keraman. Men qasr olmoqchiman. Shuning hamma pullarni yig'olman. Voy bizning qishloqdan ketmoqchimisan? Nima qilasan ketib? Bizning qishloqda yashashingchi mazza qilib shuncha olmoslaring bor ekan. Mazza qilib yashaysan hozir. Kapor, meni orzuyim bor. Hamma narsalar bor. Olmosdan qaranglar, olmosdan kelyapti, olmosdan sandiq. O'zing bilasan endi hozir mazza qilib yashasa bilan shuncha olmosga qanaqa shuncha olmos bo'lishi mumkin. Shunaqa yig'gayini mayli qishloqqa rahmat senga suhbat uchun. Bo'pti kapon omad senga. Bo'pti qishloqqa mamon qaranglar juda ham zo'r. Imam uyda ham deyman kichkinagina bu eng kichkina uy qaranglar. Mana yerda daj narsalar o'sib yotibdi. Voy mamon qaranglar. Hozir pastga ko'ramiz bu Rubin voy Rubin ali uymenda bu mamon qaranglar hammasi Rubin o'yatdi sindirsa bo'larmikan buni 10 mingta qilich bor ekan qilich qancha o'ronga 8 o'ronga ekan qilich voy Rubin ali uy mamon qaranglar kim uy bu hech kim yashamaydigan uyda Rubin narsa bor ekan sindirsa bo'lmaydi axir buni mayli bo'lmasam kimdir kelayam mayli bu uncha qiz emaskan Rubina bo'tda ham oddiy Rubina mayli keyin uyi bor ko'ramiz mana ishi yo'q edi bu yerda bo'tda endi bo'lsa nimalar borki endi hali ko'rib ko'ramiz demak bo'tda ham bo'lish kerak hamma uylarda bor-ku mayli qani kirib ko'ramiz sekin nima qoqqa tushib qoldim men voy qoqqa tushib qoldim do'stlar voy mamon qaranglar qoqqa tushib qoldim rostdan ham tillali uyga tushib qoldim-ku axir oddiygina uyda meniki qarasa ichi tilla yotibdi
usti qaltiroq, ichi yaltiroq. Voy, mamani qaranglar, Muhammadda nimalar bor? Oy, mazza. Voy, mazza qilib yeb oldim tillali narsalarni, olmalarni. Xo'p, pastga shukurlichi Muhammadda. Mametta vanna bor ekan, mazza qilib cho'milishga. Voy, mamon qaranglar, osram juda ham zarur ekan, uy ekan. Issiqqina ekan lekin suv. Kimdir cho'milganga o'xshaydi hozirlikka, kimdir to'ldirib cho'milishga mazza qilib. Mayli, bo'tga chuqurlichi kim u ekan o'zi bu qizib o'ti. O'zi kapot sapotar boqasan. Nima siyoh rangli qishloqqa nima qo'ysan bo'tda qanaqa qilsan uyim endi bu kapot bar uyim qattamda qo'yib topolmaysan, qatta bilib qolding bar uyim tagida shunaqa borligini. Ey, nima farqi bor kim aytgani, mayli to'xtab turish siyoh rangli qishloq qanaqa bo'lishi mumkin, nima qo'ysan bo'tda yashayapman kapot. Voy, bilmayman yashayotgan, nimaga o'zingni yashamayapsan? Kattaroq uy sotasan nima bo'ladi? Kattaroq uy nima qilaman? Skladda uyim bor, sklad yonida o'ta juda ham suv, bilsam kapot juda ham rosam suv, qanaqa g'alatiroq uyda yashayapman. Bo'pti, qishloqqa senga hali yetib kelamasan. Voy, Muhammadda narsalar bor ekan, birini ham mamani qaranglar, rostdan ham qishloqni uyga saqlagan qishloq o'ta suv deydimi, sklad yonida. Mamani qaranglar, qanaqa yalg'iz bo'lib qoldim men. Mayli, hali boramiz yo'qrangli qishloqqa yoniga suhbat olishga birinchi ko'rib chiqing ma'mullarni. Mamani qaranglar, juda ham yoqib ketyapti, ammo 6 litrli uy menga. Mayli, lekin men uyim emas. Qanaqa ko'rish mumkin? Men bu yoqqa chiqib ko'ramiz. Lucky Block, hali Lucky Blockka qaytamiz. Eng pastki qavat. Mamani bu xona eshigini ochib ko'rishim. Wow, mamon qaranglar, tillali narsalar hammasi. Voy, mamon, tillali narsalar qanaqa pul bo'lishi mumkin qishloqlarda? Qanaqa bo'lishi mumkin? Men tushunmayman, rostdan men baravar mendan boyroq Lucky Blocklar ochib ko'rilichi bo'lmasam, Lucky Blocklardan nima tushar ekan? Zo'r Lucky Blocklar bo'lsa kerak. O, qavat zircha qilinglar, men xohlamayapti bunaqa bo'lishini. Mamon qaranglar, hudud tushsa qanaqadir. Hozir hududga narsa otib ko'ramiz, zo'r narsa tushish kerak. Xo'p, hech narsa bo'lmadi, mayli. Bo'lmasa bitta yana Lucky Block bor. O, bitta qilich tushdi, qanaqadir qancha o'ringa? 6 o'ringa ekan qilich. Bo'ldi, hamma narsamni ko'rib chiqdi do'stlar. Mayli, qilich qaytarib, balli meniki emas-ku axir. Bo'pti do'stlar, bo'lmasa mamon qaranglar, shuncha kichkina mahallada muhtoj, kambag'al deb o'ylasam, men narsalar beraman deb o'ylasam, mamon qaranglar, axir men baravar rostdan mendan boyroq chiqdi-yu, bo'lar shunchalik ham boy bo'ladimi? Bo'pti do'stlar, like bosish, obuna bo'lishdan chiqmasin. Xayr, sog' bo'linglar.